Salom, meni ismim Bibi va bugun sizlarga kompyuterda qanday qilib sizga berilgan jadvallarni ko'rish va baholarni tekshirish va har chorshanba kuni bo'ladigan connect vaqti uchun qanday qilib sign in qilishni ko'rsatib boraman. Skluji page'ini ko'rishni istasangiz, siz Sklujiga klik qilasiz va bu yerda har kunlik maktabimizda bo'ladigan yangiliklarni ko'rib borishingiz mumkin. O'ng tarafda esa sizga berilgan vazifalarni topshirish, ya'ni sizga beriladigan vazifalarni ko'rishingiz mumkin. Siz bu yerda kurs bo'limiga kirganingizda sizga berilgan 7 ta darslarni yoki undan kam darslarni ko'rishingiz mumkin. Biror bir vazifani ko'rishni istasangiz, siz masalan ingliz tilini ko'rishni istasangiz, ingliz tili darsiga kirasiz va sizga berilgan darslarni ko'rib borishingiz mumkin. Agar sizga biror bir vazifa beriladigan bo'lsa, u o'ng tarafda upcoming bo'limida, ya'ni sizga beriladigan vazifa deya ko'rinadi. Agar biror bir baholarni ko'rishni istasangiz, grades, ya'ni baholar bo'limiga kirasiz va siz bu klassdan, bu sinfdan sizning bahoyingizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda O'zbekistonnikidan biroz boshqacharoq baholar 5, 4, 3 o'rniga A, B, C, D yoki F deb belgilanadi. A bu eng yaxshisi, ya'ni 5, 100 dan 90 gacha bo'lgan hisoblanadi. Agar siz hamma klasslardan berilgan baholarni ko'rishni istasangiz, bu yerda grades bo'limida grade report joyiga kirsangiz, sizga berilgan 7 ta darslardan har bitta bahoyingizni tekshirishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu sinfdan mening bahoyim 4. Agar siz biror bir vazifani qilishni unutgan bo'lsangiz, u bu yerda missing deya belgilanadi. Agar siz biror bir darsni unutib maktabga kelmagan bo'lsangiz yoki biror bir darsga kech kelgan bo'lsangiz, bu yerda attendance bo'limida sizning necha marta qoldirgan darslaringizni yoki darsga kech kelganligingizni ko'rishingiz mumkin. Agar biror bir maktabda guruhlar yoki klublarga qo'shilishni istasangiz, guruhlar bo'limiga kirganingizda sizning qaysi maktabda qanday darslarga qo'shilganingizni ko'rishingiz mumkin. Ana endi sizlarga har chorshanba kuni berilgan connect vaqti uchun qanday qilib sign in qilishni ko'rsatib beraman. Bu connect vaqtining qanday tanlanishi va ko'rinish joyi. Agar siz bu yerda o'ng qo'l tarafdagi qalamcha ustiga bosganingizda, u yerda bir nechta o'qituvchilarning ismi kelib chiqadi. Bugun payshanba bo'lgani sababli biz faqat bu yerga chorshanba, jumadan seshanbagacha kunlari ko'rishimiz mumkin. Boshqa kunlari esa biz bu yerga ko'ra olmaymiz. Bu men o'tgan safar chorshanba kuni mana shu o'qituvchiga va mana shu xonaga tanlaganman. Bu yerda men kino ko'rishga borgan edim. Agar sizda biror bir jadval tuzmoqchi bo'lsangiz, siz uchun o'qituvchilaringiz allaqachon 1 oylik jadvalni tuzib qo'ygan bo'ladi. Mana bu yerda o'ng tarafda kalendar bo'limiga kirganingizda siz uchun berilgan, may uchun berilgan darsliklarni ko'rishingiz mumkin. Yana aytgancha, yana biror bir klasslarda agar sizning o'qituvchingiz onlayn kitoblarni ko'r deyishsa, siz bu yerda mana shu kitob ustiga bosasiz va bu yerda sizga berilgan kitoblarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda siz uchun kitoblar berilmaydi va sizga onlayn kitoblar berilishi mumkin. Bu mening ingliz tili darsimdan
menga berilgan kitoblarning ko'rinishi. Hammaga rahmat. Bugun siz bilan bo'lishmoqchi bo'lganlarimning hammasi shulardan iborat edi.